Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Dasturimizning va milliy musiqa san'atimizning hurmatli va muhtaram shinavandalari, muxlislari. Biz yana bir Oqayrabo dasturi orqali sizlarni xonadoningizda ekanligimizdan juda ham mamnun ekanligimizni bildirmoqchiman. Dasturimiz avvalida bugungi ko'rsatuvimizni biz chiroyli bir ijro bilan boshladik. Qoraqalpoq millatiga mansub bo'lgan ikki yosh juda ham qobiliyatli qizlarimizni ijrolar bilan boshladik. Siz bundan ham tushunib olgan bo'lsangiz kerak, biz bugungi dasturimiz orqali Qoraqalpoq milliy an'anaviy ijrochilik yo'li haqida, ijrochiligi haqida gaplashamiz. Asosan bizni juda ham qiziqtirgan, o'sha ijodiy guruhimizni qiziqtirgan, ko'pchilik so'nggi paytda musiqashunos olimlarni qiziqtirayotgan o'sha tarixiy milliy sozlarimizga murojaat qilgan holda respublikamizda faqatgina shu Qoraqalpog'istonda hozir ishlatilayotgan desak bo'ladi, unda ijro qilinayotgan qo'buz haqida ko'proq suhbatlashamiz. Buning uchun esa biz musiqashunos olim, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi o'qituvchisi, hurmatli ishtirokchimiz va mehmonimiz Xolmirza Qurbonovni taklif etdik. Xush kelibsiz dasturimizga. Xolmirza, siz bilan chiroyli va ma'noli suhbat bo'ladi. Bu bilan ko'pchilikka foydamiz tegadi degan umid bilan sizni taklif etdik. Tashrifingiz uchun katta rahmat.
va yosh ijrochilardan, juda qobiliyatli ijrochilardan. Dasturimiz avvalidagi o'sha xushovoz xonanda qizimiz va ijrochi qizimiz ijrosida ochiq ovozda o'sha an'anaviy ijrolardan tinglagan bo'lsangiz, yana bir ishtirokchimiz, ijrochimiz yopiq ovozda o'sha Qoraqalpog'istonga xos bo'lgan dostonlarni ijro etadigan Salomat Ayapov. Siz ham xush kelibsiz dasturimizga. Mana Qo'biz haqida agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'tgan dasturimizda sizni ustozingiz, ko'pchilik musiqashunoslarni ustozlar, bizni ham ustozimiz bo'lgan Oqilxon aka bilan, Oqilxon aka Ibrohimov bilan gaplashganimizda juda ham tayinlab aytdilarki, mana shu tarixiy sozlarga agar murojaat qiladigan bo'lsangiz, Qo'biz juda ham e'tiborga loyiq. Bular yana boshqa Bulamon kabi juda ham yana kashf qilinmagan, lekin tarixda bo'lgan, bizni respublikamizda o'sha ko'pchilik avvalgi o'sha o'tmishdagi san'atkorlar, sozandalar foydalangan ko'plab sozlar bor ekan. Tarixshunoslarimiz, musiqashunos olimlarimiz yordamida yana dasturimiz orqali ham yoritamiz. Yana ko'plab ko'pchilik bilmaydigan sozlar bo'lishi mumkin. Faqat o'sha manbalarda qolib ketgan sozlarni ham biz aytib o'tishga, ular bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Endi Qo'biz haqida sizdan eshitsak. Rahmat. Darhaqiqat Qo'biz cholg'usi turkiy xalqlarni barchasiga mansub bo'lgan va barcha turkiy xalqlarda qaysi bir ma'lum davrlarda mavjud bo'lgan cholg'u hisoblanadi. Lekin qiziqarli tomoni shundaki, Qo'biz cholg'usi birgina shaklga ega, birgina ko'rinishga ega bo'lgan yagona cholg'u emas bu. Qo'bizni cholg'usini turlari ko'p. Masalan, og'iz qo'biz deydi qaysi bir xalqlarda. Men hozir butun turkiy xalqlarning nomlaridan gapiryapman. Bu turkiy xalqlarga xos bo'lgan cholg'u bo'lganligi uchun. Bir xil xalqlarda og'iz qo'biz deyishadi, yog'och qo'biz deyishadi. Chang simon yotqizib chalinadigan cholg'ular bor, yadinga qo'biz deyishadi, temir qo'biz deyishadi. Salomat ukamizni qo'ldagi qo'bizni qil qo'biz deyishadi ba'zi bir xalqlarda. Ya'ni bu cholg'uni ishlatishdagi o'sha xom ashyosiga qarab, ijroviy xususiyatlariga qarab, o'rniga qarab, o'sha ko'makchi so'zlar bilan belgilanib borilaveradi. Juda ham qadimgi bir soz ekanligi ko'rinib turibdi mana. Mana Salomat ushlab turibdilar. Baribir ham siz aytib o'tdingiz, turlari ko'p, lekin bitta baribir oilaga mansub, Qo'biz sozlar oilasiga mansub, to'g'rimi baribir ham? Hozirgi aytilgan gaplardan xulosa shuki, turkiy xalqlar uchun har qanaqangi musiqiy cholg'u bu Qo'biz. Xulosa shunaqa kelib chiqadi. Masalan, ochibroq aytsangiz. Chunki temir chanqobizni ko'pchilik joylarda temir qo'biz deyishadi. Ba'zi bir xalqlarga skripka cholg'usi kirib kelgan, uni yog'och qo'biz deyishni boshlagan. O'sha boyaga aytganimdek, o'sha changsimon yotqizib chalinadigan cholg'ularni yadinga qo'biz deyishgan. Hozirgi kamonli qo'bizni qil qo'biz deyishadi yoki bizda ko'p tarqalgan bo'lganligi uchun faqat qo'biz ham deyishadi buni. Masalan, Qozog'istonda qil qo'biz deyishadi, chunki o'sha qil ishlatilgani uchun. Bundan kelib chiqadiki, o'sha turkiy xalqlar uchun musiqiy cholg'u so'zini sinonimi sifatida qo'biz so'zi ishlatiladi aslida. Mintaqamizda va aynan bizning respublikamizda, lekin mana shu kamonli qo'biz juda ham keng tarqalgan. Va ikkinchi turi bu chanqobiz. Taxminan qaysi asrlarga mansub bo'lgan bir soz? Agar aniq gapiradigan bo'lsak, yozma manbalarga tayanib gapiradigan bo'lsak, 11-asrda yaratilgan Mahmud Qoshg'ariyning shoh asari Devonu lug'ati turk, buni yaxshi bilasiz. Mana shu manbada bu tilga olinadi. Va u yerda aytiladiki, o'tga o'xshash chalinib, o'tga o'xshash chalinadigan cholg'u deyilgan. 20-asr boshlarida 1927-yili nashrdan chiqqan Abdurauf Fitratni mashhur kitobi bor, o'zbek klassik musiqasi va uning tarixi degan. Zukko olim shu narsaga e'tibor berganlarki, Qoshg'ariyni devonida o'tga o'xshash chalinadigan cholg'u so'zini e'tibor bergan. O'rta asrlar
mumtoz adabiyotida ko'p uchraydi qobuz cholg'usini nomi. Risolalarda ko'p uchraydi. Bundan kelib chiqadiki, bu qobuz cholg'usini shakllari, ijro xususiyatlari har xil bo'lgan. Va fitrat aytadiki, yoy bilan, kamon bilan chalinadigan cholg'u chertib chalinadigan cholg'uni keyingi shakli bo'lgan bo'lishi kerak gumon qiladi va bugungi kundagi bizani kamon bilan chalinadigan cholg'u oldinlari chertib chalingan bo'lishi kerak degan taxminga borgan va bu uni o'zini isbotini topyapti manbalardan. Ya'ni hozir chertib chalinadigan dutor masalan, mana qizimiz Yulduzxonning qo'lidagi dutor. Oldinlari chertib chalinadigan qobuzlarning turlari qanaqa bo'lganligi men hozir aniq bir narsa deya olmayman, chunki uni bu borada maxsus hali izlanishlar olib borganim yo'q, lekin bitta misol aytishim mumkin. Qardosh xalqlarda chertib chalinadigan qo'muzni turlari bor, qo'muz deyishadi. Va shu yerda shuni yana aytib ketishimiz kerak, qobuz so'zi turli turkiy xalqlarda har xil shaklda talaffuz qilinadi. Qobuz, shevasiga qarab. Qobaz, qovush, qumuz, qovuz ham deyishadi. Tushunarli. Endi hozir yana suhbatimizda davom ettiramiz, faqat ko'pchilik hozir qanaqa ekan ovozi juda ham qobuz deb ko'p gapir deyiladigan tomoshabinlarimiz bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mana ukamizdan iltimos qilamiz. Ijro qilib qo'shiq ham aytasiz, menimcha dostondan aytib berasiz. Marhamat. Ane endigi gapni eshitsang Baysarbaydan eshitding. Bayburbaydan Baysar lag'in olib qochadi. To'yxona qolib bir joqda, uloq ketdi bir joqqa. Baysarning alasi ikki aranashadi. Ana to'yxonaning yigitlari Bayburbayning oldina kelib, "He Bayburaga, qudang Baysarbay ladan ekan. Ladan tug'an adam ekan, sonda qudam deb to'yga chaqirding-ov. Kevli buzuq yomon ekan, bergen tuzing so'r ekan. Mаңлайын қара бай беріп өткен өмірін қор екен. Бай сәрде құдаңның пәтсінен сор екен. Ашуланып, атланып, көтеріліп, бәтленіп жүргенлігі сол екен. Сор демей ент не дейін, бай сәрде құдаңнан біздегі қорлық жетті. Құда болған кәллағар, қонақ болған энағар бір зорлығын етті. Тойыңды бұзып кетті, лағыңды алып кетті. Атланбасаң тезірек, қимылдамасаң шаққарақ. Бұл уақылары Байсарбай Сартаудан да өтті деді. Ане бұлға тиештіп Байбөрбай домалақ торлы айғырды астына мініп алып, 40 жігіттің кейіне ертіп Байсарбайдың кейінен қуып кете берді. Азғыруға қарағанда, Алланың шайтанынан адамның шайтаны ана қорлым артық деген ұсы шығар. Адымын алты аштырмай-ақ, Алатау деген жерлерді ізіне жетіп алып, ұлаққа пәнже салып, аттың жылауына жапсып, бірі-біріне тікленсіп тұрған жер ұқсайды. Ulaktı verdi bey ulaytı. Vermeymen dep bulaytı, evveli turup yerisi turup kerisi söz sögünü baslan bey baranga iki yesti. Alhımey buğustu. Tumsuk uğustu bir ılaqtın üstünde bir menen kudalar ay kullarından da şulustu. Kudanın tatı vey köp yaxşı. Jagaga kollar salısты, algımasıp alısты. Kuda bolsaң sonday bol, bir ılaqtın üstünde yay bıraş, şergen yay barısты. Az-azlığın yetti.
Köpligin yetti Bayser'nin şahıslığından Baybörbay'ın 5-6 ayak Bayser'nin basında yaysiya tırağay gitti. Muşfinin yesine tandırdı. Kışfini işin yandırdı Bayser Bay'dan Baybörbay ılağın alıbey ketidey. Şılabey yengeri Bayser'i yalğız özü kaladı bir zaman yatsıl yerde yesine şine bey aladı. Rahmat. Qiyin bo'lsa kerak-a bunaqa ijro qilish ichki ovozda. Qiyin, qarab o'xshab so'zlayveraman. Qiyin, biroq keyin uyransib ketgan. Hali yoshsiz. Bu menimcha o'sha mana baxshilarga o'xshab Surxondaryoda, Qashqadaryoda ijod qiladigan yoki mana Xorazm vohamizdagi baxshilarga o'xshab siz mana katta yoshga borganda boshlashadi nazarimda. Balki kichkina yoshda boshlar, lekin biz ularni katta yoshda bo'lganda taniganmiz. Siz juda ham yoshsiz hali. O'zingiz qiziqdingizmi yoki oilada ham bormi? Oilamizda unday she'r aytadigan odam yo'q. O'zim kichkina yoshligimdan qiziqib instrument qobuz asbobini istagaman. Jirovlardan birontasini eshitgansiz, keyin qiziqqansiz, to'g'rimi? Kimni eshitib qiziqqansiz? Jirovlardan o'zim ustozimning ustozlarini eshitganman. Yaxshilik Sirimbetov, Shimoboy Bozorov degan jirovlar, ulkan jirovlarni eshitib. Baxtiyor Yesemurodov bu Yaxshilik jirovining shogirdi. Hozir bular nomlarini tilga olgan jirovlar bu ustoz jirovlar hisoblanadi. Katta yoshlar. Katta yoshlar. Endi hozir ular rahmatli bo'lib ketishgan, lekin yaqin kunlargacha mana o'sha ta'sir qilib keldi, o'sha yaxshi ijod qilib keldilar. Bu bizda katta jirovlar hisoblanadi. Endi ularning shogirdlari mana shu bular endi keyingi avlod. Juda ham yaxshi. Va qosaxonasi deyiladi. Bu chanoq. Chanoq deyiladi va o'sha endi buni teri qoplangan ustiga. Teri qoplangan yarmi mana shu rezonator vazifasini o'taydigan mana shu qosaxonasi yarmi teri bilan qoplanadi. Buni bu qo'bizni o'sha tuzilishida antropomorfik deymiz yoki zoomorfik ham deymiz. Mana shu belgilar nomlari bilan atamalar bilan atalib keladi. Boshqa cholg'ularda ham bor endi. Ya'ni mana shu qismini chanoq deyilsa, mana buni bo'ri tumshug'i ham deyishadi. O'xshashligi bor. Bosh deyishadi, quloq, mana shunaqa atamalar bilan nomlashadi. Endi bu qo'biz odatda bizda o'sha daraxtlar bor, qaraman degan daraxt. Va tut yog'ochidan qilinishi mumkin va qattiq o'sha jiydadan, ayniqsa mana shu kamonchasi qattiq jiydadan bo'lishi kerak. O'shanda terisi, qoplama terisi? Bu tuyani terisidan bo'lishi kerak aslida o'zi. Tuyani terisidan qoplangan bo'lishi kerak. Qalin bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Endi buni qo'bizni kelib chiqishi afsonalarda ham borda, qanaqa kelib chiqishi to'g'risida o'shanda aytilganki, o'sha terisi albatta o'sha tuyani bo'yin terisidan bo'lishi kerak degan gaplar bor shunaqangi. Bu xalqimizda bu qo'biz cholg'usini kelib chiqishi Qo'rqit ota ismlari bilan bog'lanadi. Va bu Qo'rqit ota bizada jirovchilik san'atining va qo'biz ijrochiligining piri hisoblanadi. Bizda shunaqa deb tanishadi. Va birinchi bo'lib qo'biz cholg'usini yasagan odam Qo'rqit ota deb tan olingan. Va bu haqida xalqimizda ko'p afsonalar bor. Mana shu afsonalarning bittasida qo'biz cholg'usini qanaqa yasalganligi to'g'risida aytiladi. Qo'rqit ota mana shu armon qilib yurgan bo'ladi. Yaxshi bir cholg'u, musiqiy cholg'u yaratsam, o'shani chalsam deb. Lekin harakatlari yaxshi bo'lmaydi uni.
keyin uni oldiga shaytonlar keladi o'rmonda va bizga ko'rsatgan cholg'ugingni deydi. Qo'rqit ota ko'rsatmaydi ularga. Keyin bir kunlar yurganda o'sha shaytonlarni gaplashayotgan gapini eshitib qoladi. Shaytonlar aytayotgan bo'ladi. Qo'rqit ota yaxshi ishni boshlabdi-yu, lekin maromiga yetkazolmabdi. U o'sha jiyda daraxtini olsa edi va uni o'yib o'sha tanasini, cholg'uni tanasini yasab va unga o'sha tuyani bo'yin terisidan qoplasa edi, o'shanda yaxshi chiqaradi. Uni xarragi o'sha suv qovog'idan bo'lishi kerak edi deb, xullas cholg'uni tuzilishini butun gapirib bergan bo'ladi. Yashirin pinhona Qo'rqit ota ularni eshitib qoladi va shu aytilgan gaplar bo'yicha cholg'u yasaydi. Qo'bizni o'sha yaratgan odam Qo'rqit ota deyiladi. Alisher Navoiy o'zlarini Nasoimul muhabbat degan asarlarida ham juda ham yaxshi tilga olib o'tganlar bu insonni. Bu Qo'rqit ota shunchalik darajada mashhur ediki turk ulusi orasida. Necha yil o'zidan burunqini va necha yil o'zidan so'nqini kelurni deb turib deb shunaqangi buyuk shaxs sifatida, avliyo shaxs sifatida tilga olganlar. Qo'biz cholg'usi hozir ko'pgina turkiy xalqlar orasidan yo'qolib ketgan. Chunki o'sha ijtimoiy ahamiyatini yo'qotib borgan sari bu ehtiyoj deymizmi, o'shanga qolmaganligi uchun bo'lsa kerak, mana shu o'zini o'rnini yo'qotib borgan. Hozir meni esimga tushgan bitta qiziqarli narsa shuki, Qo'biz cholg'usi bilan bog'liq. Qadim davrlarda Mahmud Qashqariyni o'sha davrlarida shunaqa